Yozda qildirsam bulbuli yaxshi bitmay qoladi, suvda xilpillab qoladi. Qishda chillasida qildirsam gazay oladi. Shunga o'xshash gaplar juda ham ko'p. Bu xalq orasidagi noto'g'ri miflar deymiz. Fasllar aloqasi yo'q. Qishda qildiradigan bo'lsangiz, komnatni temperatura deymiz, sharoitlarni qilib bergan bo'lsangiz, bo'ldi. Qanday bitadigan bo'lsa, shunday bituradi. Xuddi shunaqa yozda ham. Prosta bola ko'chada qolib ketmasin deymiz, uy sharoitida normal holatda jay unga konditsioner bo'lishi ham shart emas, normal holatda bo'lsa, yarasi bitadi. Buni to'g'ri oldingi paytda yozda mumkin emas, qishda mumkin emas deyishgan. Ayrim sabablarga ko'ra oldin sharoitlar bo'lmagan. Hozir hamma sharoitlar bor. Qishim, yozim hammani uyda sharoiti bor. Shuning uchun xatni uchun vaqt ham yosh ham belgilanmagan. Mana hozir issiqlik kelyapti. Yana mana shu savollar sekin-sekin ko'payib boshladi bizda. Qishda ham, yozda ham xatni qilsa bo'ladi. Kuz bahori kutib o'tirish shart emas. Nabarot, men aytamanki, prosta o'z vaqtida xatni qilmashi, shikoyati bo'lishidan oldin xatni qildira olmasdan kuzni bahori kutadigan bo'lsangiz, o'sha paytga kelguncha bolada o'sha bezovtalik boshlanib, bulbullar uchigacha yopilib, tuzlar yig'ilib, undan keyin zaruratga ko'ra olib kelib xatni qilgandan ko'rasi yoz chillasida qilgan yaxshi deyman yoki qish chillasida qilgan yaxshi deyman, sog'lom bolalar.